Assalomu alaykum, hurmatli Impact Consulting YouTube kanali a'zolari. Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun inshaalloh sizlar bilan birgalikda Janubiy Koreyaga kelayotgan talabalarda juda ham ko'plab uchraydigan muammolardan biri bu universitetni to'g'ri tanlash masalasida batafsil gaplashgan bo'lamiz. Videoni boshlashdan oldin, agarda video ma'qul kelgan bo'lsa, unga like bosib, obuna bo'lishni va albatta kanalimiz rivoji uchun kanalimizni, sahifamizni Koreyada o'qimoqchi bo'lgan do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmaslikni so'rab qolamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Xo'p, bundan bir necha hafta oldin Telegram kanalimizda biz so'rovnoma o'tkazdik. Ushbu so'rovnomada qariyb 200 ga yaqin obunachimiz qatnashdi. So'rovnoma mazmuni shundan iborat edi. Janubiy Koreyaga kelayotgan talabalar aksar holatlarda nimalarga e'tibor berishlari haqida biz savol berdik va bunga 3 ta variant berdik. Birinchisi asosan ishlash masalasi, ikkinchisi asosan o'qib va ishlash masalasi va uchinchisi nisbatan ko'proq o'qish masalasi ilgari surilgan va so'rov natijalarida ham mana bu joyga chiqarib boramiz. Juda ham ko'plab obunachilarimiz biz kutganimizdek ham o'qib ham ishlash mavzusini tanlashgan va bu bizni ham qaysidir ma'noda quvontiradi. Sababi Impact Consulting loyihasi boshlanganidan beri albatta nafaqat Janubiy Koreyaga kelayotgan yoshlarni, balki butun dunyoga chiqayotgan o'qish niyatida chiqayotgan yoshlarni faqatgina ishlash uchun emas, balki bilim olish taraflarini ham inobatga olgan holatda borishlarini targ'ib qilib keladi. Buni albatta so'rovnomamiz natijalaridan ham bilib olish qiyin emas. Albatta so'rovnoma natijalari bizni quvontirdi, sababi auditoriyamizning juda ham ko'plab qismi nisbatan ta'limga e'tibor berishlarini, undan tashqari esa ishlash imkoniyatlarini ham yoritishga bugun harakat qilishni o'zimizga joiz deb bildik. Sababi moliyaviy imkoniyatlar, akademik talablar va akademik requirementlar albatta hamma universitet uchun va hamma applicant uchun bu bir xil bo'la olmaydi. Shuni hisobga olib, bugun sizlar bilan mana shu 3 ta optionni batafsil yoritib berishga harakat qilaman. Demak, birinchisi nisbatan ishlash, ya'ni faqatgina o'sha bosib ishlash mavzusi haqida batafsil gaplashamiz. Nafaqat Janubiy Koreyaga topshirasiz, balki Amerika, Yevropa universitetlariga bizni firma orqali bo'ladimi yoki boshqa firma orqali topshirgan mahalingizda albatta siz o'z maqsadlaringizni firma bilan batafsil gaplashishingiz kerak. Misol uchun bizga talaba ishlamoqchi ekanligini aytib keladigan bo'lsa, albatta biz mana shu talaba uchun aksar holatlarda ishlash uchun qulay bo'lgan universitetlarni maslahat beramiz. Misol uchun Janubiy Koreyada qaysi universitetlar mana shu toifaga kirishi mumkin? Aksariyat holatda kasbiy ta'limga kiradigan universitetlarni biz misol uchun ishlamoqchi bo'lgan talabalarimizga yo'naltirishimiz yoki maslahat berishimiz mumkin. Chunki nimaga kasbiy ta'lim deganda, kasbiy ta'limda o'qish talablari nisbatan yengilroq va o'qish kunlari haftasiga ozroq bo'ladi. Odatda qilib oladigan bo'lsak, odatda kasbiy ta'limda o'qiydigan talabalarimiz bir kundan to 2 kungacha, ya'ni haftasiga 1 yoki 2 kungacha o'qishlari mumkin bo'ladi. Albatta bu imkoniyat yaxshi ekan deb faqatgina o'zlarini ishga urish ham bu to'g'ri bo'lmaydi, sababi jismoniy mehnat Koreyada oson emas. Nafaqat Koreyada, balki davomiy jismoniy mehnat bu keyinchalik sog'liq uchun ham juda ham og'ir ahvolga olib kelishi mumkin. Shuning uchun endi albatta to'g'ri hammani ham sharoitini inobatga olgan holatda, misol uchun birinchi va ikkinchi yilni nisbatan ishlashga e'tibor berib, keyin mana shu ishlash davomida ham til sertifikatlarini yuqori darajaga olib chiqib, TOEIC, IELTS sertifikatlarini yuqori darajaga olib chiqib, keyinchalik misol uchun 3-4 kursdan yaxshi universitetlarga transfer qilish imkoniyatlarini aytib o'tamiz. Mana shu eng yaxshi variant bo'ladi. Xo'p, ishlash mavzusida yana gapiradigan bo'lsak, kasbiy ta'limdan tashqari misol uchun o'rta miyona darajadagi yoki past darajadagi bakalavr universitetlari ham bor. Qisqa qilib aytib o'tib ketaman, kasbiy ta'lim va bakalavr o'rtasidagi farqni. Kasbiy ta'lim bu 2 yillik kasbga yo'naltirilgan ta'lim bo'lib, asosan kollejlarda o'tiladi va 2 yildan keyin talabada yoki ishchi vizaga o'tish imkoniyati yoki bevosita 4 yillik universitetda o'qishini 3-kursdan davom ettirib ketish imkoniyati bo'ladi.
Xo'p, shunday ekan, agarda misol uchun siz Koreyaga ishlamoqchi bo'lib kelyapsizmi, nisbatan ko'proq ishlamoqchimisiz, unday bo'lsa siz kuchli universitetlarga yokida bakalavrga emas, asosan fikringizni, ya'ni fokusingizni kasbiy ta'limga qaratganingiz ma'qul. Lekin yana qaytarib o'taman, jismoniy mehnat bu bardavom bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun endi nisbatan kamroq bo'lsa ham ishlab turib ko'proq o'qishga e'tibor berganingiz ma'qul. Bu haqida endi keyingi hozirgi bo'limlarimizda batafsil gaplashib o'tamiz. Demak, endigi navbat bu ikkinchi variant, so'rovnomada berilgan ikkinchi variant, ham o'qib, ham ishlash. Bu variant bizni obunachilarimiz orasida eng ko'p ovoz to'plagan variant bo'lib, o'z muhimligi nuqtai nazaridan juda ham hozirgi kunda dolzarb mavzulardan biri. Universitet moslashtirish bizni konsaltingda qanday olib boriladi? Misol uchun, deylik, talabani IELTS yoki TOEFL sertifikati bor. Uni maqsadi aniq, Koreyaga borib, o'zini qoplash kerak, kontraktiga, yashash xarajatlari va misol uchun bu yoqda oshinsa agar o'ziga investitsiya qila oladigan holat bo'lishi kerak. Bu eng zo'r nima desa bo'ladi, reja va eng zo'r qaror desak ham bo'ladi qaysidir ma'noda. Xo'p, endi umuman ushbu variantni to'liq qilib yoritadigan bo'lsak, ham o'qib, ham ishlash uchun qanday universitetlarga kelish kerak degan mavzuni biz ko'tarishimiz mumkin. Agarda deylik, sizda IELTS 5,5 dan to 6,5, 7 atrofida bo'ladigan bo'lsa, nisbatan o'rta miyona darajadagi universitetlarga bakalavrga kelishingizni biz tavsiya beramiz. O'rta miyona darajadagi universitetlar ro'yxatiga qaysi universitetlar kiradi? Misol uchun, asosan endi top mingtalikka kirmagan universitetlar o'rta miyona, endi bizni darajamizda o'rta miyona ham misol uchun top universitetlarga solishtirilganda, albatta bular o'rta miyona hisoblanadi. Ushbu universitetlarda o'qish orqali siz nima olasiz? Haftasiga o'rtacha 2 kundan to 4 kungacha bo'lgan o'qish oralig'ida siz universitetga borasiz. Boshqa payt, misol uchun, o'zingizga imkoniyat qilib bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu orqali siz o'qish davomida o'z xarajatlaringizni qoplab, undan tashqari kanikul vaqtida bemalol 2 oy davomida ishlab, kontrakt uchun summa chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda o'qish davomida zo'r o'qib, misol uchun GPA'larni 4,5 dan maksimum endi 4,5 bo'lmasa ham yuqori darajada oladigan bo'lsangiz, balki 100% gacha scholarship ham olishingiz mumkin bo'ladi. Shuni ham inobatga olish kerak, ham o'qib, ham ishlash bu eshitilishi oson bo'lgan, lekin amalda qo'llanilishi qiyin bo'lgan jarayonlardan biri. Lekin shuni ham unutmaslik kerak, qiyinchilik hamma joyda bor. Xoh Koreyaga keling, xoh Amerikaga boring, xoh Yevropaga chiqing, hech kim sizni quchoq ochib kutib olmaydi. Albatta harakat qilishingiz kerak. Harakat qilsangiz, mana shu qiyinchiliklarni yengib o'tgan holatda keyinchalik osonlik va yengillikka erishishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana nima aytishimiz mumkin? Ham o'qib, ham ishlash bu albatta bizning obunachilarimiz orasida eng yuqori ovoz to'plagan variant. Bu bejizga emas, sababi chet elga chiqayotgan har qanday yurtdoshimiz albatta mustaqil bo'lishga harakat qiladi. Albatta bu zo'r holat. Lekin shuni ham unutmaslik kerak. Misol uchun siz ham o'qib, ham ishlagani kelib, ishga berilib ketishingiz yokida bu yoqdan o'qishlaringiz qolib ketadigan holatga kelib qolmasligi kerak. Shuning uchun albatta balansni saqlagan holatda o'rta miyona universitetlarga kelishingizni maslahat beramiz, agarda siz ham o'qib, ham ishlamoqchi bo'lsangiz. Demak, endi bizda oxirgi variant bu albatta o'qimoqchi bo'lgan, nisbatan kuchli universitetlarda ta'lim olmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun. Xo'p, birinchi navbatda kuchli universitetlarda o'qish uchun albatta yuqori darajadagi yutuqlar, akademik yutuqlar kerak bo'ladi. Bularning qatoriga IELTS, yuqori darajadagi IELTS sertifikatlari, TOEFL yokida koreys tilidan yoki SAT sertifikatlari bakalavrga topshirayotganlar uchun mana shunday yuqori natijalar birinchi navbatda talab qilinsa, ikkinchi navbatda talab qilinadigan eng muhim omil bu moliyaviy holat. Chunki agarda siz top universitetda o'qiydigan bo'lsangiz, umuman olib qaraganda haftasiga 3 kundan to 5 kungacha universitetda darslaringiz bo'lishi mumkin. Bu degani siz hafta davomida part-time
ishlash imkoniyatingiz ozroq bo'ladi. Ikkinchidan, universitetlarda assignmentlar, group projektlar, undan tashqari juda ham ko'plab loyihalar ko'p bo'lganligi uchun top universitetlarda sizni ishlashga ham qaysidir ma'noda vaqtingiz bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun agarda sizda oilaviy sharoit talabga javob bersa moliyaviy tarafdan yokida kimdir sizni sponsировать qilsa, ya'ni moliyalashtirsa yokida siz birorta tashkilot orqali scholarship, grant yutib olsangiz, Koreyani top universitetlarida o'qish siz uchun eng zo'r variant bo'lishi mumkin. Xo'p, endi kelinglar, top universitetlarga endi qaysi universitetlar kiradi degan savolga javob beramiz. Koreyada hozir adashmasam 30 ga yaqin universitet top mingtalikka kiritilgan. Mana shu top mingtalikka kirgan universitetlarda siz bemalol o'qishingiz mumkin bo'ladi. Endi albatta Sky universitetlarga alohida e'tibor berib o'tishimiz shart, sababi har semestr bizda Impact Consulting agentstvamiz orqali albatta exceptional academic achievementsga ega bo'lgan talabalar Sky universitetlarga topshiriladi. Xo'p, Sky universitetlar qaysilar? Bular Seoul National University dunyoda 26-o'rinda, Koreyada 1-o'rinda turadi. Ikkinchisi Korea University dunyoda 57-o'rinda, Koreyada 2-o'rinda turadi. Uchinchisi Yonsei University, bu ham dunyoda 60-o'rinlarda, Koreyada esa 3-o'rinda turadi. Mana shu universitetlarda ta'lim olish sizga nafaqat Koreyada keyinchalik ish imkoniyatiga ega bo'lishga, balki butun dunyo bo'ylab misol uchun diplomingiz tan olinishini ham ta'minlab beradi. Undan tashqari siz universitetda juda ham keng qamrovga ega bo'lgan networking, akademik yutuqlar va undan tashqari juda ham ko'plab proyektlarda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Moliyaviy ahvolga keladigan bo'lsak, ushbu aytib o'tilgan Sky universitetlarida kontrakt miqdorlari o'rtacha bir semestr uchun $4,000 dan boshlanib to 6 yoki $7,000 bo'lishi mumkin. Albatta bu Koreyada bir semestr uchun juda ham ko'p hisoblanadi. Endi bizga O'zbekistondan keladigan talabalar uchun umumiy qilib olib qaraganda ko'p hisoblanadi. Shuning uchun agar siz mana shu top 500 talikgacha deganini olaylik, misol uchun o'sha Seoul Nationaldan to Sejong Universitygacha 10 ta universitet bor, kuchli universitetlar hisoblanadi. Mana shu universitetlarga agar keladigan bo'lsangiz, siz moliyaviy ahvolni albatta birinchi o'ringa qo'yib qo'yishingiz kerak. Sababi ushbu universitetlarda ta'lim olish davomida ham ishlab, ham kontraktini qoplayman desangiz, albatta bu imkonsiz emas, lekin bu oson bo'ladi degani emas. Juda ham qiyin. O'qish davomida juda ham ko'plab stressga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta kelishingizni tavsiya qilamiz, lekin aytib o'tganimdek nisbatan o'zingiz qoplab, maza qilib o'qib, maza qilib ishlamoqchi bo'lsangiz, ikkinchi yoki uchinchi variantni tavsiya qilamiz. Agarda sizda moliyaviy ahvol zo'r bo'lib, universitetdan scholarship olsangiz yoki oilaviy sharoit mana shunday kontraktni to'lab o'qishga imkoniyat yaratib bersa, mana shu kuchli universitetlarda ta'lim olib, Xudo xohlasa kelajakda yurtimiz uchun, xalq manfaati uchun hissa qo'shish bu juda ham katta plan yoki reja desak mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, qisqa qilib aytganda, gapni yakunida nima demoqchiman? Xoh biz firmamiz orqali keling, xoh boshqa konsalting orqali keling, mana shu maqsadlaringizni aniq qilib yetkazib, mana shu maqsadlarga to'g'ri keladigan universitetni tanlab kelishingizni maslahat beraman. Chunki kelish protsessi bu juda ham muhim proseslardan biri hisoblanadi. Misol uchun, kelish protsessi sizda 6 oy vaqt oladigan bo'lsa, mana shu 6 oy qiyinchilikdan sabr qilib o'tib, yaxshi universitetga kelib olsangiz, Xudo xolasa inshaalloh bu yerda 4 yil davomida maza qilib o'qiysiz. Lekin siz mana shu 6 oylik protsessni yengil tarafini ko'zlab, bu yoqda siz o'zingiz bilmagan, o'zingiz tanlamagan, o'zingiz umuman research qilib ko'rmagan, birortasi tavsiyasi orqali kelib qolsangiz birorta universitetga, 4 yil davomida qiyinchilik, stress, undan tashqari kutilmagan bir noxush holatlarga ham tushib qolishingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, avvalo mana shunday holatlarni hech kimga ravo ko'rmaymiz. Albatta Koreyaga keladigan talabalarga barchalariga hujjat topshirish jarayonlarida omad tilaymiz. Agarda sizda hujjat topshirish jarayonlarida konsalting xizmat kerak bo'lsa, bevosita bizni firmaga ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Manzillarimiz, kontaktlarimiz mana shu video ostida descriptiondan topishingiz mumkin bo'ladi.
Undan tashqari bizni qo'llab-quvvatlashda davom etishinglarni so'rab qolamiz. Savolinglar bo'lsa, izohlar bo'limiga o'tib, bemalol izohlar qismida yoki shaxsan o'zimizga aloqaga chiqqan holatda berishinglar mumkin bo'ladi. Sizlarga mana shunday foydali ma'lumotlarni, eng muhimi ochiq bo'lgan, eng muhimi o'zimiz boshimizdan o'tkazgan ma'lumotlarni berishdan hech qachon charchamaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun tashakkur. Ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib, uni Koreyada o'qimoqchi bo'lgan do'stingizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.